Telegram zamonaviy muloqotning asosiy vositalaridan biriga aylandi. Biz unda do'stlarimiz bilan bog'lanamiz, ish va o'qishga oid ma'lumotlar almashamiz, yangiliklarni o'qiymiz va turli guruhlarda fikr almashamiz. Telegram orqali tezkor, qulay va cheklovsiz muloqot qilish imkoniyatiga egamiz. Ammo shuni unutmasligimiz kerak, internetda xavfsizlik juda muhim. Ayniqsa hozirda Telegram messenjeri orqali zararli fayllar tarqalayotgani kuzatilmoqda. Ko'pincha bu fayllar APK fayl ko'rinishida bo'ladi va juda ishonchli tuyuladigan nomlar bilan keladi. Masalan, to'yga taklifnoma APK, video APK, foto albom APK, sudga chaqiruv qog'ozi APK kabi. Bu fayllar qanday ishlaydi va qanday zarar yetkazadi? Virusli APKni o'rnatishingiz bilan dastur telefoningizga to'liq ruxsat olishi mumkin. Telegram akkauntingiz egallanadi va sizning nomingizdan barcha kontaktlaringizga yana shunday zararli fayllar yuboriladi. Telefoningizdagi barcha ma'lumotlar, parollar, fotosuratlar, bank ma'lumotlari o'g'irlanishi mumkin. Bank kartangizdagi pullar yechib olinadi. Agar siz allaqachon shunday faylni o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz, darhol quyidagi amallarni bajaring. Internetni uzing, antivirus o'rnating, telefonni to'liq skanerdan o'tkazing. Zarur bo'lsa, zavod sozlamalariga qaytaring. Eslatma: bu jarayon telefoningizdagi barcha ma'lumotlarni, fotosuratlar, kontaktlar, xabarlarni o'chirib tashlaydi. Kelajakda o'z xavfsizligingizni qanday ta'minlash mumkin? Hech qachon noma'lum manbalardan APK fayllarni o'rnatmang. Bu sizning asosiy qoidangiz bo'lsin. Noma'lum odam yuborgan fayllarni hech qachon o'rnatmang. Ayniqsa APK bo'lsa, dasturlarni faqat Google Play yoki ruxsat berilgan rasmiy manbalardan yuklab oling. Telegram sozlamalarida shaxsiy ma'lumotlaringizni himoyalang. Telefon raqamingizni faqat kontaktlar ko'rishi uchun sozlang. 2 bosqichli tekshiruvni yoqing. Bu sizning akkauntingizni qo'shimcha himoya qiladi. Esda tuting, xavfsizlik sizning qo'lingizda. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling.